Assalomu alaykum hammaga. Keling birgalikda bugungi kun savollarini ko'rib chiqamiz. Demak, matematika savolidan boshlaydigan bo'lsak, savolda aytilyaptiki, tomonlari 8 cm va 6 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak ichiga joylashtirish mumkin bo'lgan eng katta kvadratning yuzini toping. Bu yerda kvadrat biz bilamizki, kvadratning tomonlari teng bo'lishi lozim. Shuning uchun ham bu yerda chiqarishimiz mumkin bo'lgan eng katta kvadratning tomoni bu 6 cm bo'ladi. Ya'ni eni ham bo'yi ham 6 cm bo'lgan kvadrat. Buni yuzini topadigan bo'lsak esa yuzini topish uchun bo'y va enini bir-biriga ko'paytiramiz. Ya'ni 6 ni 6 ga ko'paytirsak 36. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda C javob bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savolini ko'radigan bo'lsak, Surxondaryoda yozgi ta'lim davomida kutub karvoni ko'chma rastalar kitob ulashib, bolalarga ertaga o'qib beradi. Koordinator dastur yakunida ilgari o'qimagan bolalarning yarmi endi haftasiga kamida 20 daqiqa mustaqil o'qiydi. Savol: bu kutilma qaysi taxminga suyanadi? Ya'ni bu natija qaysi taxminni qo'llab-quvvatlaydi deb aytilmoqda. Variantlarda berilyaptiki, karvon jadvali doimiy bo'ladi. B variantda ertakni eshitgan bola o'zi o'qishga ko'nikadi. C javobda ko'cha masofasi qisqa. D javobda kitoblar sodda tilga tarjima qilingan. E javobda esa sovg'a nishoni mavjud. Koordinatorning davosi bu yerda ertaga o'qib beramiz, keyin bolalar o'zi o'qishni o'rganadi. Bu yerda eng asosiy yashirin taxmin bolalar mustaqil o'qishni o'rganmoqda. Endi variantlarga qaraydigan bo'lsak, faqatgina B variantda aynan kerak taxmin keltirilgan, ya'ni ertakni eshitgan bola o'zi mustaqil o'qishni o'rganadi. Endi muammoli masala savolini ko'radigan bo'lsak, bu yerda bizga rasm berilgan va Imronning uyida xonalar raqamlangan. Eva kirish eshigidan uyga kiradi. U har safar yangi xonaga kirganda oldingisidan katta raqamli xonaga kirish kerak bo'ladi. Eva uydan qaysi eshikdan chiqib ketadi? Albatta bu birinchi eshikdan kiradigan bo'lsa, albatta birinchi eshikka keladi. Shundan so'ng bu yerda faqat o'ngga yoki chapga yurishi mumkin, yoki to'g'riga ham yurishi mumkin. To'g'ri yursa birdaniga 9-raqamga o'tib ketyapti. Bundan keyin faqat 10-raqamga yurib shart noto'g'ri bajarilmay qoladi, chunki faqat sonlar o'sish tartibida kattarib ketish kerak xonadan o'tganda. O'ng tomonga yuradigan bo'lsa, avval birdan 2 ga o'tyapti, bu shart bajariladi. 2 dan 10 ga o'tsa, bu juda ham katta o'sish bo'lib ketyapti. Bu ham to'g'ri kelmaydi, chunki 10 dan keyin 8, 9 yoki 6 ga yura olmaydi. 2 dan 4 ga o'tadigan bo'lsa, keyin 6 ga o'tishi mumkin. Bu yerda ham shart bajarilyapti. 6 dan 9 ga o'tishi mumkin yoki 10 ga o'tsa shart bajarilmay qoladi. 9 ga yursa bo'ladi bu yerda. 9 dan keyin 12 ga yursa ham bo'ladi, lekin 12 dan 9 ga yurish mumkin emas. Shuning uchun ham o'ng tomondagi variantlar hammasi bizga to'g'ri kelmaydi. To'g'riga yursa 1 dan 9 ga to'g'ridan to'g'ri o'tyapti va undan keyin yurishi mumkin faqat 10 ga. Bu ham shartni qanoatlantirmaydi, chunki 10 dan keyin bu yerda hech qaysi xonaga yurib bo'lmaydi. 1 dan so'ng albatta bu yerda chap tomonga yurishimiz kerak bo'ladi. Chap tomon birinchi 3 ga yuramiz, keyin 5 ga yuramiz, keyin 6 ga yuramiz, keyin 7 ga, shundan so'ng 8 ga, 9 ga va 10 ga. Ya'ni bu yerda va 10-chi son, ya'ni D variantdan chiqib ketadi. D eshikdan chiqib ketish kerak bo'ladi. Endi ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, to Janet from Tina, ya'ni Tinadan Janetga demoqda. Dear Janet, ya'ni azizim Janet, Michael is sick, ya'ni Michael kasal. Could you take notes at the meeting? Ya'ni uchrashuvda sen notlar yoza olasanmi deyapti. I know you are busy, so it's okay to say no. Ya'ni men seni bekorchi emas, ya'ni bandligingni bilaman. Shuning uchun ham yo'q desang ham mayli demoqchida. Regards Tina, ya'ni Tinadan deb aytmoqda. Ya'ni bu yerda variantlarga to'xtaladigan bo'lsak, Janet is busy and cannot take notes at the meeting. Ya'ni Janet band va uchrashuvda notlar ola olmaydi. Michael sick and cannot take notes at the meeting. Ya'ni Michael kasal. Shuning uchun ham u uchrashuvda notlarni yoza olmaydi. Tina thinks Janet can take notes at the meeting. Ya'ni Tina o'ylayaptiki, Janet mitingda notlarni olishi mumkin. Bu yerda eng to'g'ri variant B bo'lmoqda, chunki Michael kasal va u mitingda qatnasha olmasligini aytgan. Javob varianti bu yerda bizda matnda berilgan, shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B bo'ladi.
Siz xuddi shunday Prezident maktabiga tayyorlov testlarini ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning blueprep.uz saytiga o'tib, u yerda bitta bepul mock testni ishlab ko'rishingiz mumkin. Agar yoqadigan bo'lsa, bizda u yerda 30 ga yaqin to'liq mock testlar mavjud. Albatta barchasini ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agar qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.